Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Hop, gidroponikaga ishlatadigan bug'doyimizni ko'rsatmoqchiman. Chunki kommentariylarda bir xil yozyapti, qancha urinmaylik achib qolyapti deb. Hop, bug'doyi ham farqi bo'ladi. Mana bu Qozog'istonning oq bug'doyi. E'tibor qilsanglar, mana bunga nisbatan oqishroq. Mana bu O'zbekistonning bug'doyi, mana ham Qozog'istonning bug'doyi. Bunda общий qaraganingizda ham mana oqligi bilinib turibdi. Bu nimaga oq desa, ustida kraxmali bo'ladi-da. Buni qancha yuvib tozalab, hali ekmang, gidroponikaga yaramaydi, achib qovuradi mana shu bug'doy. Mana buni bo'laveradi. Mana bu O'zbekiston, bu Qozog'iston, bu ham Qozog'iston. O'shaning uchun shu bug'doyni olayotganda qarab, tanlab olish kerak. Kraxmali kamroq, ustida shu uni kam bo'lish kerak-da. O'sha kraxmali achitadi. O'shanga bakteriya zamburug'lar yopishib, o'shalar achitadi. Agar to'g'ri tushuntira olgan bo'lsam, duo qilib qo'yasizlar, taninglar sog' bo'lsin, hammanglarni ham gidroponikalar yaxshi o'ssin, achib qolmasin. Sog' bo'linglar.